qiynalganimda, lekin mana shu asbobni chalishga, ushlab ko'rishga rosa qiziqardim hozir. Endi dasturdan keyin albatta bir o'zim sinab ko'raman, o'xshasa o'xshamasa endi chidab turasizlar, xo'p? Mayli. Boshladik qani. Qanaqa kuy eshitamiz? Men hozir sizlarga Albert Hossenning Flick-Flack asarini chalib bermoqchiman. Marhamat, tinglaymiz. Boshlaymiz. Yashang. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Munavvar kun ko'rsatuvga nechta sonidan beri boshlovchilik qilayotgan bo'lsam, hech bir jonli tarzda akordeonning ovozini eshitib ko'rmagan ekanman-da, Quvonchbek aka. Endi sizga bir savolim bor edi. Shogirdlari, bu yerda chap tarafida pianinoga o'xshaydigan klavish ko'ryapman. O'ng tomonida qanaqadir bosqich, o'rtada jabra. Keling, Igorxon, yaxshi mamdek qilaylik. Hozir markazga taklif qilamiz. Keling, chiqib oling. Mikrofonni berib turing. O'tiroq. O'rtaroq keling. Demak, hozir biz hammaga tushuntirib beramiz. Ko'pchilik akordeonni ko'rgan bo'lsa-da, uni nima deydi? Maxsus qismlarni bilmaydi, albatta. Keling, tanishtirib o'tib ketamiz. Demak, qaysi qismi bu? Bu o'ng qo'l qismi. Xuddi pianino kabi ishlaydi. Va qo'llar buni talab qiladi chalish uchun. Pianinodan kam emasmi klavishlari? Kam, lekin bu yetarlicha notalar bor. Notalar bor. Demak, mana bu qismiga o'tamiz. Bu tovushlarni har xilcha qilib beradi. Masalan, yuqori, pastki notalarni yuqori. Xo'p, demak, o'rtadagi qismi. Xo'p, jabra deb o'tdi, Nigora. Xo'p. Bu o'rtadagi qismi bu. Ochilib yopilish uchun mana ular tovush chiqish uchun klavishlar shunga yordam beradi bu. O'zi nima qo'shimcha vazifa bajaradi bu? Xo'p, havo bilan yordam beradimi?
ovozga Havo bilan yordam. havo bilan yordam beradi. Xo'p, men bir narsaga e'tibor berdim hozir Nigora. Mana bu qismdan ko'ra bu qism qanaqadir men uchun muhim deb tuyuldi. Lekin ishtirokchimiz, mehmonimiz faqat bu tomonga qarab tushadi. Lekin barmoqlar bu yerda ham ishtirok etdi. Xo'p, bu tomondagi bosqichlar nimalar deb aytiladi? Xo'sh. Bu qism chap qo'l, chap qism deyiladi. Aha, bu nimada ahamiyatli bu? Bu bas tugmachalari bo'lib, bu chap qo'l bilan o'ng qo'l yaxshi ijro etilishiga yordam beradi. Yordam beradi. Adashib ketmaymizmi chalayotganda? Chalayotganda adashib ketamiz, endi bildirmaymiz. Bildirmaymiz, kuy orasiga qo'shilib ketadi adashgan joyimiz ham deng. O'tirsangiz bo'ladi. Mikrofonni. Rahmat sizga e'tibor uchun. Batafsil tushuntirib bera oldi, menimcha adashgan shogirdingiz. 4 yil bo'lsa-da, lekin yaxshigina ijro bo'ldi deb o'ylaymiz. O'zi ko'pchilik aytishadi-ku, Yevropa zo'r, Italiya, Fransiya deyishadi. Kim aytdi?